Sexda hammani gapini bir-biriga yetkazib turadigan odam bor ekan, bilmaysizmi bo'ldi? Siz ko'rmayapsiz. Sochingiz oxirgi marta qachon yuvgansiz? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Yaqin qachon, ya'ni yuvishni rejalashtirgansiz? Shu yil kuzda yomg'ir yoqqan. Yangi damas o'ylab, shu kibrga berilib ketdi deyishdi, shu rostmi? Yo, endi xohlasa niyat bor, impal o'lish o'shanda xohlasa shunaqa. O'shanda kibrga Ha, berildi. o'shanda kibrga berilgan. Hozir berilmagan. Yo, o'zimiz. İşte doim kayfiyetingiz shunaqa xushchaqchaq qilganim. 24 soat. 24 soat shunaqa kayfiyat berasiz. Boy bolasimiz yo shunchaki qiyshavmi? Qo'ysan-chi, shu ham savol bo'ldi. Joburxon, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Ustangiz so'kdimi? Yo'q, kayfiyat yaxshi. Kayfiyat yaxshimi? Ha, Hech kim so'kmayaptimi? yo'q. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Oylik berishmadimi sizga? Sizni oyligingiz ko'pku, biznikidan o'shanga yuragimiz siqibdi. Hech narsa qilmasangiz ham pul o'g'layverasiz. Siz men o'shanga hayronman-da. Marketingchilar, SMMchilar o'zi hech narsa hech qilmasa ham bizdan ko'p pul o'g'layveradi. Nimaga?